Voy bля, bitta papuchka tushdi. Voy. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Komron. Короче, mintavimizga ego aylantirib ko'ramiz. O'zto'rs yangi evon kutmoqchi edim. 27 soat kutgim kelmadi. Kechqurun 1da aylantirib tashlaymiz hozir mintavimizga. Bu chast bo'ladi. Yana donat qilib almas tashlaganimda yana boshqa qismlarni chiqazib evo kuchaytirayotganimni ko'rsataman sizlarga. Ketdi. Voy bля, bitta papuchka tushdi. Voy. Bunaqasi вообще bo'lmasa kerak. Endi ko'ramiz o'zimni. Grazlar tushdi. O bля. Yo'g'aganda faqat. Xudo xolisa uni kuchaytirganimizni keyingi videoda ko'ramiz. Ikkinchi chastini kutib qolinglar tez kunda.